Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan saytimiz kabel kezib o'tgan paytda biz akamiz kelib qoldi. Bugun sizlar bilan qisqacha o'zbekcha eng birinchi bu Poco F7 Pro telefonimizda obzor qilamiz. Birinchi o'rinda unpacking deydimi? Shuni qilamiz hozir. Ko'ramiz komplektda nimalar. Unpacking qilamiz hozir. Telefonimiz Poco F7 Pro. Biz 12'ye 256 GB'ligi ko'rinadimi? Telefonimizdan albatta o'zining chexoli chiqadi, dokumentlari, simulyatorni ochish uchun kalitimiz. Men chexol cho'tki chexol chiqibdi. Silikon emas. Nima edi? Prezervatsiya borki, sarg'ayib ketadigan o'shanaqa emas. Hozir telefonimiz Snapdragon protsessori bugungi kundagi eng topoy protsessorlardan bo'lgan 8 Snapdragon 8 Gen 3. Batareykasi 6000 mAh. W Quad HDR+ 120 Hz displey tezligi, displey yangilanish tezligi, 50 megapiksellik kamera, IP68 suv va changdan himoyaga ega. Xo'p, telefonimiz dizayni mazzami Poco qora rangini tanladik. Mana uchinchisida ham kameramiz ekan. Telefonimiz o'sha yo'q holatda turibdi. Bunga hamma narsani o'rnatib PUBG Mobile xullas hozir telefonimizda keyin ko'ramiz. Buni komplektini ko'rib o'tdik. Komplektida qarang o'zini 90 wattli adapteri bilan zaryadniga chiqadi, USB Type-C kabeli bilan. Boshqa hech narsa yo'q. Mana korobkasi oz ishlayapti, bu korobkaning ichida mana bunaqa narsasi bor. Namlikni o'ziga topshiradiganmi? Endi telefonimizga keladigan bo'lsak, hozir chexol ko'ylagi bilan вообще dor ko'rinadi. Qo'llar chang bo'lib ketdi, ko'rmayapsizlar. Kamerasi 50 megapiksel, hozir ayda 64 ga kiramiz. Tizim protsessori Snapdragon 8 Gen 3 2X Cortex 520 2265 MHz, 3tasi Cortex A720 3148 Hz, 2tasi Cortex A720 2956 Hz, 4tasi 3302 MHz. 4 nanometr. Tizimi Xiaomi Poco. Operativkasi 12 GB, doimiy xotira 256 GB. Android versiyasi 11. 11 deb ham 15. Qarang, nastroykasiga kiramiz. Oxirgi yangilanishni yangilab oldik. HyperOS 2. Telefonimiz Poco F7 Pro. Xotiramiz, tizim versiyasi, batafsil ma'lumotlar. Plus yana 4 GB operativ xotira 16 GB bo'ladi. 8 Gen 3 maksimalnida chasadasi 3 Hz. Xo'p, endi qaranglar. Bu telefonimizda HyperOS 2.0. Bunda eng zo'r funksiyalardan biri Xiaomi Hyper AI funksiyasi. Tushunayaptimi? Bu bilan juda ko'p narsani amalga oshirish mumkin. AnTuTu'da qancha ball yig'yapti? Olganimdan keyin o'zim nimada oddiy rejimda test qilib ko'rdim. 1.380.000 ball yig'yapti AnTuTu'da. Agar
nima rejimi bor? Ultrama turbom bir nima rejimi bor? Yuqori ishlash rejimi. O'shada qilib ko'rsa, yana ham balandroq bo'ladi. Rangimizda 1.800.000 bilan biza $1.814 Pro, Redmi K70 Pro 8 Gen 3 48-o'rinda. PUBG Mobile ochib ko'ramiz, necha FPS-ligini. Mana bu yerda qayerga screenshot qilmabman. Androidning testini ham kecha qildik, 10 minutlik. Zo'r ushlab turdi. O'zini juda zo'r ko'rsatdi. Hozir juda baland. Xo'sh, mana PUBG Mobile'da hozir necha FPS ko'tarishini, necha FPSgacha ochishini ko'rib o'tamiz. Nasloga grafika o'tamiz va mana bu yerda 120 FPS muvozanatlangan. Bele internetimiz juda yaxshi ishlamayapti. Obbo. Xo'sh, qaranglar grafikaga muvozanatlashganda 60 FPS gacha. HDR da ham 60. Xullas, Ultra HDR da ham bu yerda 45 FPS. Bunga qo'ysanglar, Ravonga Ultra X da 120 FPS gacha ochyapti. Poco F7 Pro smartfonimiz. Zalutlari вообще zo'r, mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Degan kamerasiga keladigan bo'lsak, kamerasi 50 megapiksel, orqa kamerasi oldi frontalka esa 20 megapiksel. Hozir rasm tushirib ko'ramiz. 50 megapikselde rasmga tushirdik. Bu yomon emas. 50 megapiksel o'z narxiga arziydigan smartfon. Endi bu yerda maksimalni zoom'i bu yerda 20x gacha ekan. Maksimalni zoom 20x gacha. Maksimalni zoom 20x gacha maksimalni zoom. Frontal kamera esa 20 megapiksel. Frontalka ham ko'rinyaptimi? Detalizatsiyasi zo'r. Changlari ham cho'tki ko'rinib turibdi. Telefon zo'r. O'zini narxiga arziydi, protsessori ham, kameralari ham. Antutuda yuqori ishlash rejimiga qo'yib test qilsalar, deyarli 2 milliondan ziyod ball yig'adi. Birinchi marta telefon obzor qilishimiz. Telefonimiz zo'r. Orqasi shisha, oldi ham shisha, Corning Gorilla 7i degan shisha. Kameramiz moduli shaybaga dumoq, aylanasi ham. Dizayn ham boshqacha chiqqan. Mana shuni qilmaganda o'zi menimcha chiroyli chiqardi. Kimgadir bu yoqadi, kimgadir bu esa bu yoqmaydi. Shaxsan menga ham mana bu joyi yoqmadi. Seli mana shunaqa bo'lganda cho'tki chiqadi. Telefonimiz ekrani tekis bemalol shisha rashtin steklo qo'yayotganda qiynalmaysizlar.
Va o'sha hamma sevgan narsa bu mana bu. Telefonimiz haqida men sizlarga aziz ma'lumotlarni aytib o'taman. Mana telefonning xarakteristikasini ko'rsatadigan cho'tka saytlardan bittasi bu yerda xohlagan telefonlarni bir-biri bilan taqqoslashinglar ham mumkin. Poco F7 Pro ekranimiz 667 dyum, amaliyot 1440x3200. Prosessorimiz Snapdragon 8 Gen 3, kameramiz 50 megapiksel plus 8 megapiksel, batareyamiz 6000 mAh, tezkor zaryadlash 90 va operatsion tizim Android 15, og'irligi 206 gram. Endi bu yerda ballar bilan baholangan, mana bu yerda to'liq ma'lumot pastda ko'rsatib o'tilgan. PPI 526, bu PPI ekrani yangilanish chastotasi 60 dan 120 gacha. Maksimal yorug'ligi 3200 nit. Dolby Vision bor, Corning Gorilla Glass 7i dashitni stiklar bilan himoyalangan. RGB Color Space 99.4%. Demak, mana bu yerda mana telefonda o'lchamlari 160 ga 26 mm balandligi, qalinligi 812 mm, telefonimizni kengligi yeni deydimi, nima deydi? 74.95 mm, og'irligi 206 gram. Va suvochakdan himoyasi IP68. Materiallari bu yerda ramasi metal, ya'ni temirdan yasalgan, orqa va oldi shisha stiklodan. Mana prosessorimiz maksimal chastotamiz 3300 MHz, 8 yadroli, ko'rib tursa 4 nanometrli video kartamiz. Video prosessorimiz Adreno 750. Mana bu yerda Geekbench'da olgan ballari single core va bu yerda multi core'da single core'da 2177 ball to'plagan, Geekbench multi core'da 6283. Antutu'da 2 million ball yig'yapti, 2 milliondan ziyod. Tek. Yana operatikasi 12 GB, LPDDR5X tezkor xotira bilan jihozlangan, memory kloplar 8 GB, doimiy xotirasi 256 GB, USB 4.1, flashka yo'q, qo'yib bo'lmaydi. Operatsion tizim Android 15, оболочкасы HyperOS 2, OSCZ ya'ni HyperOS nimasi egallab turgan joyi 27 GB, batareyamiz 6000 mAh, tezkor zaryadlash nimamiz 90 Watt, batteri tipi silikon karbon, anaqa zaryadlashlar yo'q, besprovodniy zaryadga berish. 50% gacha 16 minutda to'lar ekan. Endi mana bu yerda batareyani testini sinab ko'rgan, mana bu yerda web browsingda 13 soatga yetgan, watching video ko'rish 14 soat 30 daqiqa, gamingda 6 soatga yetgan, standbyda 141 soatga yetgan. Kameramiz 50 megapiksel, imager rezultatimiz zoom, digital zoom bor. 8K da 24 FPS gacha video ola oladi, 4K da 60 FPS gacha. Full HD da 60 FPS gacha video ola oladi. Ultra wide ya'ni keng burchakli 8 megapiksellik kameramiz bor. Standart lens. Mana ultra video yozib qo'ygan. Selfie kameramiz 20 megapiksel, selfie kameramiz faqatgina Full HD da 60 FPS gacha video yozish imkoniyatiga ega. Wi-Fi 7 bilan jihozlangan, Bluetooth 5.4, USB Type-C, USB version 2. Xolos NFC albatta bor. Network ikkita sim karta ketadi, nano ya'ni LT 5G, xullas hammasi bor. Bu yerda reklamalar chiqib ketdi. Sound stereo dinamik, radio yo'q, Dolby Atmos bor, naushnik, oddiy naushnik uloq bo'lmaydi.
Qolganlari chiqqan sanalari, narxlari, xullas bu ko'rinishi va mana bu yerda boshqa telefonlar bilan solishtirish. Xullas ko'rdinglar, telefon haqida barcha ma'lumotlarni. Telefonimiz cho'tki telefon ekan, menga yoqdi, qizib ham ketmaydi. Uncha o'yinlarda ham o'zini zo'r ko'rsatdi. PUBG Mobile'larda ham maza qilib o'ynab ko'rdik. Kamerasi ham zo'r. Hozir ko'rsataman. Videoga o'tsak, mana bu yerda o'zgartirsalar bo'ladi. 8K 24 FPS, 720 piksel 30 FPS, Full HD 30, 4K 30, 4K 60, xullas. Ko'rasizlarmi? Yana bitta narsasi buni chiroqning nurini kuchaytirib pasaysalar bo'ladi. Xullas afzalliklari juda ko'p. Hali qo'limizga kechagina keldi, endi tiklab oyoqlarni ko'rib o'tiribmiz. Bu nimalarni testlarini skrinshot qilib videoda qo'yib qo'yaman. Videomiz yoqqan bo'lsa tarsicha like bosib qo'yinglar. Agar telefonlarni xarakteristikasi haqida yo biror telefon bilan solishtirmoqchi bo'lsanglar, boyagi sayt Nano Review sayti zo'r sayt, o'sha yerda bemalol solishtirishingiz mumkin. Yana nimalar ko'p narsalarni ko'rsatishim kerak edi, o'sha hozir ham pashta 1,5 soatga borib qo'ydim. Mana shu video qilishimiz ham ishlamasak hozir buni pulini qoplatolmay qolamiz. Shuning uchun telefonga gap yo'q. Zo'r telefonga maslahat beraman. F7 dan ko'ra F7 Pro ni qo'shni maslahat beraman. F7 ning o'zini protsessori 8S Gen 4 bilan jihozlangan. U PUBG Mobile da 120 FPS ochmaydi, 90 FPS gacha ochadi. Sog' bo'lsa, salomat bo'lsa, videomiz yoqqan bo'lsa, tirishchalik like bosib qo'yinglar. Agar biron qiziq joy bo'lsa yozib ketinglar kommentariyada fikringizni. Qo'ldan kelgancha obzor qildik.